Bu darvozaxonani qarang, kattaligini qarang. Yonma-yoniga ikkita mashina qo'ysangiz ham bemalol sig'adigan katta bitta 5 sotixli xonadonga kelganmiz. Siz bilan bitta video obzorini qilib chiqamiz. Asosiy darvozadan kirishimizga mana shunaqangi yopiq garaji bor. Ikkita, uchta mashina bemalol sig'adi. Oxirigacha qo'yaman siz. Nechta xohlasangiz mashina sig'adi. Asosiy darvozadan kirishimizda chap qo'limiz to'liqligicha uy bo'lib solingan. Kirishimizga bitta xonasi, bunisi dahliz ko'rinishida, yonida o'zini spalnisi bilan birga. Aboylarni qarang, yopishtirib qo'yilgan. Remontlar tayyor holatda. Shunday kelasiz-u, yashashni boshlaydigan holatda. Xo'p, chiqishimizga mana bu yerga so'riladi qo'yib qo'yilgan. Yozda o'tirgani, o'ziga sharoitlari zo'r holatda turibdi. Remontlari yaxshi, kelib shuni yashaysiz. Yangi remont qilingan. Mana bunisi yana ikkita xona. Shuni kelasiz, bitta o'sha yosh kelin-kuyovga mo'ljallangan. Bunisi bitta xonasi, yonida spalnisi bilan birga. Jihozlari, mebel texnikalari, hamma narsasi kelishilgan holatda bo'ladi. Hozirgi xonadonimiz Farg'ona shahar, Yormozorda, mana masjidda orqasida 5 sotixli mana shunaqangi ko'rinishga ega, remontlarini qilib qo'yilgan. Shuni kelasiz u yashaysiz. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Xo'p, mana огород qismisi, zeleniy zona qilishga, mana uzumlarni ekib qo'yilgan. Orqa tomonida qo'shimcha qurilish qilishga, yopiq ayvoni bor, chorvachi boqishga, tovuq qo'y boqishga ham sharoitlari bor. Xo'p, undan mana bu xonalarimizga qatorasiga kelgan. Bundan chiqishimizga yana bitta xonasi. Spalni qilasizmi, zal qilasizmi, detskiy qilasizmi, hamma sharoitlari bor. O'lchamlari katta holat. Endi mana bunisi kelsangiz, bu tomonida yana bitta oila yashagani sharoiti bor. Mana yerda yopib qo'yishgan o'zligi uchun, yozgi oshxona qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu tomonida mana qishki oshxonasi bor. Kuxunniy mebellarni qo'yib qo'yilgan, aboylarni yopishtirib qo'yilgan, hamma sharoitlar bor. Oshxona ham qarang kattaligini. Yonida ovqatlanib o'tirgani joylari ham bor. Mana bu yerda ovqatingizni pishirib, yonida o'tirishingiz ham bo'ladi. Bu tomonda kirishimizga endi mana spalnisi. Spalnilarni ham, konditsionerlarni qo'yib qo'yilgan, televizor hamma yo'qlari bor. Endi shu mebel texnikalari bilan shuni qoladi siz ham kelishaveradi. Bu tomonda mana koridor bo'ylab yurishimizga sanuzellari ham yaxshi, mana aristonlarni qo'yib qo'yilgan. Hamma sharoitlarga ega. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar, Yormozorda, masjidda orqasida 5 sotixli mana shunaqangi to'rtburchak, chorsi joy. Bu tomonida mana 6 ta xonasi bor, plus oshxonasi bor. Gaz, suv, svetlardan muammosi yo'q. Narxini 75 mingga baholashyapti. Bitta kelib ko'ring, sizga yoqadigan joy bo'lsa, narxini arzon qilib tushib beradigan joy bor.